Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Navbatdagi darsimiz odam gerpes virus 8 haqida. Bu demak Kaposhi sarkomasiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham Kaposhi issiqxonasi bu yerda ko'rsatilgan. Demak asosan immuniteti sust odamlarda, misol uchun HIV bilan kasallangan, ya'ni AIDS bilan kasallangan yoki transplant organ ko'chirib o'tkazgan odamlarda qon tomirlarini endoteliy hujayralarini proliferatsiyasi kuzatiladi va ularda neoplaziyalar, o'smalar hosil bo'lishi mumkin. Bunda demak birinchi belgimiz mana shu Kaposhi issiqxonasi, ikkinchi belgi esa atrof muhitning ko'k rangda tasvirlanganligi oynalar. Bu demak DNKli virus ekanligini ifodalaydi. DNKli virus hamda hassaga suyangan qari ayolni ko'rishimiz mumkin, gul ko'tarib olgan. Bu demak immuniteti sust odamlarda asosan uchrashligini ifodalar ekan. Demak, mana shu o'smada to'q va binafsha rangdagi plak va tugunlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Vaskulyar proliferatsiya natijasida paydo bo'ladi va tanada keng tarqaladi. Undan tashqari har xil joylarda uchrashi mumkin. Mana shu terida, mukoz membranalarda, GI trakti hamda o'pkalarda ham uchrashi mumkin bo'ladi bu yaralar. Mana shu Kaposhi sarkomasini biz diagnostika qilishimiz kerak batsillar angiomatozis bilan. Ushbu slaydda solishtirib ko'rsak, birinchi Kaposhi sarkomasidan hosil bo'lgan vaskulyar proliferatsiya natijasida paydo bo'lgan binafsha rangdagi yaralarni ko'rishimiz mumkin va mana bu ikkinchisi batsillar angiomatozis natijasida hosil bo'lgan lesionlar, yaralar. Demak, bularni qanday ajratamiz? Bulardan namuna olib ko'rganimizda infiltratni ko'radigan bo'lsak, Kaposhi sarkomasida virusli infeksiya bo'lgani uchun limfositik infiltratni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Batsillar angiomatozisda esa bu bakteriyali infeksiya bo'lgani uchun neytrofilik infiltratni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi sketchidan ko'radigan bo'lsak, mana shu immuniteti sust ayolning qo'liga va burun qismiga e'tibor beramiz. Unda mayda pushti rangli dog'larni ko'rishimiz mumkin, izli dog'larni qo'llarida. Bu angiogenez tufayli binafsha rangli tugunlarni demak ifodalaydi bizga. Undan tashqari o'simliklarni sug'oradigan sistemaga e'tibor beramiz. Mana bu suv sistemasiga. Bu yerda demak vaskulyar proliferatsiyani ifodalayapti. Undan tashqari mana bu yerda VEC buzilgan boshqaruv harfini ko'rishimiz mumkin. Bu bizga mana shu vaskulyar endoteliy growth faktorini disregulyatsiyasi natijasida mana shu endoteliy hujayrasi bo'linib ko'payishi tezlashadida va sarkomalar keyinchalik paydo bo'lishi mumkinligini ifodalaydi. Ya'ni buzilgan boshqaruv degani bu aynan sarkomalar paydo bo'lishini ifodalar ekan. Endi bu yerda yana plastikni ko'rishimiz mumkin. Xuddi yog'on ichakdagi hausturalar kabi mana bu yerda o'simlikni ustidan qoplab olgan, demak gullarni ustidan qoplab olgan hausturalarni ko'rishimiz mumkin. Bu xuddi yog'on ichakdagi hausturalarni bizga eslatyapti. Demak, GI traktda ham sarkomalar hosil qilar ekan. Undan tashqari mana shu Kaposhi issiqxonasining yuqori qismiga, gulxonani tepasiga qarasak, binafsha rangdagi gullarni ko'rishimiz mumkin yuqorida. Bu demak bizga eng ko'p uchraydigan sohalardan biri og'iz bo'shlig'ini qattiq tanglay sohasi ekanligini, ya'ni og'iz bo'shlig'idagi tanglay sohasini bizga ifodalamoqda. Undan tashqari orqada B harfi turibdi va mana bu kamonni ko'rishimiz mumkin. Bu o'tgan darslarda ham gaplashgandik. Bizga doimo B hujayralar proliferatsiyasi natijasida limfomalarga olib kelish mumkinligini, ya'ni B limfositlarini belgisi ekanligini bizga bildirmoqda. Endi yuqish yo'liga keladigan bo'lsak, yuqish yo'li jinsiy kontakt orqali. Undan tashqari bu yerda yana Rossiya va Afrika yozuvlarini ko'rishimiz mumkin. Pastda bu nima degani? Bu asosiy uchrovchi zonalar, ya'ni Rossiya va Afrika uchrash joyi hisoblanadi. Endi rasmning chap tarafida leopardni ko'rishimiz mumkin. Demak, bu bizga Bartonella-Hensley mavzusida gaplashgandik. Ya'ni biz buni diagnostika qilishimiz kerak. Bartonella-Hensley bu batsillar angiomatozisga sababchi bo'lardi. Demak, biz uni farqlashimiz kerak ekan. Mana shu
odam gerpes virusi tomonidan kelib chiqadigan, odam gerpes virusi 8 tomonidan kelib chiqadigan Kaposhi sarkomasi bilan. Endi davolash qismiga o'tadigan bo'lsak, asosan opportunistik infeksiya bo'lgani uchun OIDSli odamlarda ko'proq uchraydi. Shuning uchun immun sistemasi ularda kuchsiz bo'lyapti. Demak, davolashda OIDSni davolash kerak. Mana shu CD4 hujayralar sonini ko'tarish kerak bo'ladi va mana shunda Kaposhi sarkomasi bartaraf bo'ladi.